O'zbekistonda o'tgan 8 yil mobaynida internet foydalanuvchilari soni qariyb 15 milliondan 33 millionga oshgan. Bu juda katta raqam. Qolgan 4 million 5 yoshgacha bo'lgan bolalar va internet ishlatishni bilmaydigan keksalar bo'lsa kerak. Xullas, o'qishni bilmasak ham internetdan foydalanishni qoyillatyapmiz. Qo'lida telefoni bor odamga bir nima deyishga ham qo'rqib qolyapmiz. Darrov kamerasini yoqib, blogerman, gaping bormi deydiganlar ko'paydi. Bizdagi muammo ochiqlanish kerak bo'lgan axborot yashirilib, oshkor qilinishi mumkin bo'lmaganlari elga dasturxon bo'lmoqda. Agar tizim tartibga solinmasa, jamiyatda parokandalik avj olishi aniq bo'lib boryapti. Hamma ishda bo'lgani kabi internetdan foydalanishda ham oltin o'rtalikka zarurat sezilmoqda. Lekin muhokamaga qo'yilayotgan qonun loyihasi buni qanchalik ta'minlay oladi? Muxbirimiz media ekspertlar bilan mavzuni muhokama qildi. Ma'lumot uchun 10 mingdan ortiq obunachiga ega bo'lgan blogerni influencer deb hisoblash mumkin. Mana shunday tarmoq egalarining ayrimlari bugun har qanday axborotni o'z sahifasiga joylab bormoqda. Ma'lumotlarning fakt ekanligini tekshiradiganlar kam. Endilikda noqonuniy kontentni o'chirish to'g'risidagi ko'rsatma bajarilmasa, sud qarorisiz foydalanuvchilarning kirishi cheklanishi mumkin. Bu holatda sayt yoki platforma bloklanmasligi aytib o'tilgan. Content makerlar jamiyatga qiziq bo'lgan, jamiyatda aktual bo'lgan, jamiyat uchun ahamiyatli bo'lgan axborotni berishi mumkin. Buni hech kim cheklamayapti. Men bu yerda u mavzu berilishi mumkin, bu mavzu berilishi mumkin emas degan cheklovlarni ko'rayotganim yo'q. Bu yerda ham ozgina axborot sohasiga professional yondashuv talab etiladi. Ya'ni biz berayotgan ma'lumotimiz uchun javobgarligimiz his qilishimiz kerakligini tushunamiz. Istagan odam shaxsiy hayotida bo'layotgan voqeani ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketishini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Nima huquqi bor u insonlarni shaxsiy ma'lumotlarni tarqatib yuborishga? Nima huquqi bor u insonlarni ol kameraga, men hozir mana shu odamni do'pposlayman deb butun jamiyatni sarosimaga solishga? Bugungi kunda onlayn platformalar foydalanuvchilari qanday huquqlarga egaligi borasida qonunchilikda aniq normalar mavjud emas. Axborot tarqatishga oid talablar esa tizimli tartibga solinmagan. Tarqoq holda belgilangan. Shu sabab jabrlanuvchilar orasida yolg'on axborot qurbonlari juda ko'p. Loyihada haqiqatga mos kelmaydigan, noto'g'ri taassurot uyg'otadigan har qanday shaklda qayd etilgan ma'lumotni yolg'on axborot sifatida tushunilishi taklif etilmoqda. Ammo noto'g'ri taassurotni qanday aniqlash mumkinligi aniq belgilab qo'yilmagan. Fake xabarlar, yolg'on xabarlar juda ham ko'p tarqalib ketdiki, ularni misol uchun hatto yolg'on ekanligini tekshirmasdan, hatto professional jurnalistlar ham o'sha yolg'on xabarlarga ishonib qolib, ularni manba sifatida foydalanib retranslyatsiya qilgan paytlariga guvoh bo'ldikda. Hozirgi sharoitda agar o'sha qonunimiz rostdan ham agar qabul qilinsa, yolg'on xabarlarga ham qaysi ma'noda chek qo'yiladi. Bundan keyin o'sha axborot makonimizda, ijtimoiy tarmoqlarda, onlayn platformalarda muammolar kamaymaydi. Masalan, prognozlar shuni ko'rsatadiki, ko'payadi. Ming afsuski. Qonun loyihasiga ko'ra ommaviy tartibsizliklarga, fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga qaratilgan ma'lumotlar, jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborotlar, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarni tashviqot qiluvchi xabarlar va boshqa belgilangan tartiblardagi kontentlar noqonuniy hisoblanadi. Shuningdek, anonim profillarga, kanal va guruhlarga qarshi kurashishning zamonaviy metodlari taklif etilmoqda. Axborot sohasida ko'p auditoriya yig'adigan narsa bu konflikt, sensatsiya, ziddiyat, muammo, janjal hisoblanadi. Va shu janjallarning ketidan biz axborotni keng auditoriyaga tarqatib yuboryapmiz. Qo'limda telefonim bor ekan, men hammani suratga olishim mumkin, hammani videoga olishim mumkin degan talab, qoida, ruxsat degan tushuncha paydo bo'lyapti. Lekin aslini olib qaraganimizda, mana chet elda juda ham ko'p bo'lamiz. Xalqaro konferensiyaga kirib boryapsizmi? Siz ishtirok etishingizdan oldin bu yerda ijtimoiy tarmoqlar uchun suratga va videoga olinadi. Siz bunga rozimisiz degan tayyor yozma rozilikka imzolab berishingiz kerak. Agar siz bunga qarshi bo'ladigan bo'lsangiz, jamoatchilik joyida video tasvir olinayotgan joyda sizni huquqingiz himoya qilinadi. Noqonuniy kontentlarga qarshi xorijda ham cheklovlar bor. Rivojlangan mamlakatlarda ham qonunlar ishlab chiqilgan bo'lsa, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari ham shu tartib ortidan bormoqda. Germaniyada 2 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega bo'lgan platformalar yoki blogerlar noqonuniy kontent joylaydigan bo'lsa, ularni 24 soat ichida o'chirib tashlash kerak. Fransiyada esa aynan nafrat, terrorizm va bolalar pornografiyasi bilan bog'liq bo'lgan kontentlar ham qat'iy nazorat qilinadi. Shu bilan birgalikda Qozog'istonda ham aynan onlayn platformalar va blogerlarning faol
faoliyati huquqiy asosda ko'rib chiqilishi bilan bog'liq qonun loyihalari ilgari surilmoqda. Yana bir ma'lumot, aynan mana shu qonun loyihasi fonida 10 ming nafar auditoriyadan oshgan blogerlar endilikda soliq to'laydi degan xabarlar ham tarqaldi. Ammo mas'ullar buning aniq tartibi hali ishlab chiqilmaganini aytishdi. Bu holatni xorij tajribasida o'rganganimizda esa Buyuk Britaniya, Germaniya, AQSh va boshqa mamlakatlarda blogerlar daromadga qarab soliq to'lar ekan. Masalan, Buyuk Britaniyada bloger oyiga 12.570 funt sterlingdan ko'p daromad qilsa, 20% asosiy daromad stavkasida soliq to'laydi. Yangi qonun loyihasida yolg'on ma'lumotlar qurboni bo'lgan shaxslar vakolatli organ orqali o'chirishni talab qilish huquqiga ega. Agar bu rad etilsa, sudga murojaat qilishlari ham mumkin. Endi bizda odatda shunday narsa bor, Yulduzxon, qonun chiqib, e'lon qilib bo'lingandan keyin hamma dodvoyga tushadi. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi, nimaga xalqning fikrini inobatga olmaysizlar deymiz-u ko'pincha, lekin muhokamaga qo'yilgan payt hech kim bir qunt qilib qaramaydi. Shuning uchun men albatta hayotimiz uchun zarur bo'lgan bu qonun loyihasiga o'z fikringizni bildirishingizni so'rab qolgan bo'lardim, hurmatli tomoshabin, va o'zingiz qaysi qonunga bo'ysunishni xohlasangiz, uni qanday shakllanishi ham o'zingizga bog'liqligini unutmang. Ma'lumot uchun aytib o'tish kerak, hujjat loyihasi 27-mayga qadar har qanday taklif va munosabat uchun ochiq. regulation.uz portaliga kirib, faolroq munosabat bildirishingizni istagan bo'lardim.